konsultatsiya o'zi onalarning pulini ortiqcha olish uchun o'ylab topilgan. Siz darsga olib kelavering, biz 2 oy shug'ullanamiz, natija qilib beramiz. Mashg'ulotlardan oldin bola diagnostikadan o'tishi kerak. Nima sababdan shu muammo paydo bo'lganligini aniqlab, qo'shimcha mutaxassislar bilan hamkorlikda korreksiyani boshlash kerak. Voy, 1,5 yoshda ham olib kelasizmi? Bu stolda o'tirmasa, aytganimni qilmasa, nima qilaman men bu bilan? To'xtab turing, 5 yoshga to'lsin, keyin olib kelasiz, men o'zim sizga gapirtirib beraman. Bolalarni tekshirishni defektologlar 1,5 yoshdan boshlash kerak. Bu bolalarning korreksiyasi erta boshlanib, 3-4-5 yoshda tengdoshlariga yetib olishlari kerak. 5 yosh bo'pti, stolda o'tiradi, o'sha zo'r. Men hozir bunga yozishlarni o'rgataman, harflarni o'rgataman. Ana maktabga chiqqanda hamma o'rtog'i gapirsa, bu ham gapirib ketadi. 5 yosh bolani mashg'ulotga olganda, uni faqat nutqi bilan emas, diqqati, xotirasi, idroki, tafakkuri bilan ham shug'ullanish kerak. Shuncha vaqt gapirmagan bolada bu protsesslarda ham muammolar kuzatiladi.